Oxirgi yangiliklarda aytishicha Anzor Muzayev Rossiya nimasidagi migrantlarning farzandlari kirilgan o'qishga maktablarga o'qishga kirgan farzandlari testlarni topshirmaydi deb aytadi. Oldin Новые люди deputatlari test topshirsin deb chiqqan edi. Bu haqida hali уведомление kelmadi deydi va shunga bu yil уже kirib qo'yganlar, boshqa qilganlar topshirmaydi deydi. Aslida maktab balki yana o'zgarib qolar. Ammo sizlarga buni уверенный bo'lib, o'zimning farzandlarim 1-2 sinfni bitirgan va yana yil o'zi 2-3 sinfni bo'ladigan farzandlar sifatida, farzandning otasi sifatida aytamanki, o'zim institutda o'qiyman-ku. O'quvchilar, maktab o'quvchilarida shaharlarda o'zlashtirish sal qiyin farzandlar. Hozir men ko'ryapman, qishloq maktablariga sekin-sekin qayta olib kelish boshlanyapti. Chunki shahar maktablarida o'qituvchilar yosh va ular 25-30 ta bolani boshqara olmaydi. O'zlari kecha institut bitirgan. Qishloq joylarning aksariyatida hali yo pensiyaga chiqqan, yo pensiya yoshidagi sovetning o'qituvchilari hisoblanadi va ular o'qitayotganda birinchi, ikkinchi, 3 sinflarda umuman 9 sinfgacha yaxshi o'qitadi. Darslik hammasi bitta, shahar bo'ladimi, qishloq bo'ladimi va biz hamyurtlarimizni chaqiramizki, chaqiriq aytamanki, shaharda yashab o'qigandan hozirgi paytda qishloqda o'qiganlar o'qitsangiz yaxshi bo'ladi. Bu bilan shaharda yaxshi o'qiydi, repetitorga boramiz, boshqa deyishingiz mumkin. Yo'q. Qishloqda siz o'sha repetitorning pulini ekonom qilasiz. Qishloqda 3 ta, 4 ta, 5 ta bola bo'ladi bir sinfda. Juda zo'r o'qiydi. Mana bizning farzandlarimiz 1-2 sinf ingliz tilidan, o'sha 1-sinfda ingliz tili bor, 1-sinfda, 2-sinfda ingliz tilida o'sha ozmi ko'pmi natijalari bor. Rus tilidan tashqari, rus tiliga 3 oy, 4 oyda sразу o'rganadi. Ikkinchi chorakda o'sha farzandlaringiz boshqacha o'qishni boshlaydi. Bu Rossiya territoriyasida bolalarini olib kelib o'qiyapman yoki o'qitmoqchiman deganlar uchun. Bu hali kelmoqchi bo'lganlar ham balki shuni eshitib qo'ysa foydasi tegadi. Qo'rqmash kerak. Qishloq joylarida farzandlaringizni oldin uy olishdan oldin maktablarni ko'rib yoki olib bo'lgan bo'lsangiz, maktablar bilan suhbatlar qurasiz va mana biz ertaga imtihon deyapman. O'zimni xayolim imtihonimda-da institutdaman-ku. Imtihonlar boshlanadi. Qishloq maktablarida YGlar ham, davlat nimalari ham 9 bitirganlardagi ham yaxshi natijalar bilan chiqadi. IQlari baland, zamonaviy tilda aytganda. Buni nima sababdan uverим bo'lib aytaman? Mana kechagina bitirgan maktabni va bu yil 1-kursga kirgan bizning kursdoshlarimiz yaqinda qishloqdan kelgan bolalar, qishloq maktablarida o'sgan bolalar va ularning IQ darajasi, ya'ni o'zlashtirish darajasi juda yaxshi, o'qish darajasi juda yaxshi. Ingliz yoki fikrlash darajasi sal o'rtadan yuqoriroq hisoblanadi. Shaharda o'sgan bolalardan, Saratovda shaharda o'sgan guruhimizda bor va oblastda o'sgan bolalar bor. Solishtiraman-da men ularni. Gaplaridan, savol-javoblardan, turmushidan, soddaligidan, hammasida, lekin o'qishida qishloqda IQlari baland bo'lib chiqadi. Sababi boya aytganimdek 3 ta, 4 ta. Bizning farzandlarimizning ikkalasida ham 3 tadan sinfdoshlari bor. Chamasi. Tushunyapsizlarmi? Bitta o'qituvchi, 3 ta o'quvchi. Nima bo'ldi?